Salom qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Men bugun mana bu narsani bir tunishtirib o'tay. Deeper Network HNT Miner degani. Bu endi hotspot minerning birisi. Men saltirib tushundiray, nima hotspot miner degani nima? Buning hamda asosli gapi kelsak, buning bahosi $299 ekan. Buni mashahdan masaltirib ulashni pas chaplab qo'yay, mashahdan ulashni topsalam bo'ldim. Buni topadigan puli bir ayda necha pul topadi deganda, men buni ep qo'ydim, kamida men kelsa rasnaq o'tgandan keyin men sizga zodi necha pul topganimni men sizga deb beray. Biroq hozircha ma tordan aqtirib baqsaq, bu $299 ga olsa, bu bir ayda necha pul topadi deganda, mayada birisi debdi. Bir ayda bu $333 topadi deb maya chiqib ketdi birisi. Ma action crypto degani bu 2-oyning 14 bo'lsa, bugun 2-20 bo'lsa, shu 13 kun burun chiqib ketdi. Bu uzoq hikoya so'zlabdi. Men buning o'lnishini to'g'ri chaplab qo'y, keyin bekavog'ini anlab yiqinglar. Bu ba'zilari bir yuqorida deydigan $300 topadi ekan, ba'zilari faqat hozir $40 topadi ekan bir oyda. Hozir aniq emas. Biroq men mayadagi bir to'g'ri qarasam, bu $40 topadi ekan bu. $30 topib qoldim bor ekan, $40 topib qoldim bor ekan. Ish qilib, masalan buni antennasi qancha egiz bo'lsa, antennasini egiz yap qo'ysa, manda egiz yap qo'ysa, bu endi bu nima uchun bunda jiq pul topdim deganda, bu antennasini egiz yap, antennani birisi $40'miki, buni elib egiz yap qo'yib, mana shunday qilib sizlab turib antennani qanday qo'yganini bu 2000 necha 11 jimatchisi. Sizlab turib bu antennani egiz qilsa jiq pul topib qoldi ekan, signal yaxshi bo'lgandan keyin deb. Masalan endi agarda bir oyda $300 topsa, bir oyda chiqdi degan gap. Agarda bir oyda masalan bir $45 topdi desak, bir oyda $45 topdi desak, masalan 299 ni 40 boshqa bo'lsak, ya'ni 6.6, ya'ni 7 oyda bir tep bo'ldi, chiqdi nemiz degan gap endi bu. Calculator 299 ni bilimiz 45 deylik bo'ldi. 6 ondan necha? 6.6. 7 oyda shu buni tep bo'ldi degan gap. 7 oyda topadi degan gap endi. Agar $3 bo'lsa bir oyda, ya'ni $100 bo'lsa uni 3 oyda degan gap. Endi bu hozir aniq emas. Men buni pulni to'lab qo'ydim men. Mana men buni 2-oyning qani Dada bir yazıqdı o bununki. 2-oyning 16 pul to'lab qo'ydim. Bugun 2-26 bo'lsa 10 kun burun to'lab qo'ygan. Kelgandan keyin men qarashtirib bo'lgandan keyin ertasiga sınaqdan o'tgandan keyin men sizlarga xabar qilman, zodi bir oyda manchlik pul topib, bir kun manchlik pul topadi ekan deb. Bir kun manchlik topgandan keyin hisoblash bir oy necha pul topgan chiqadi emasmi? Asosan 30 ko'pasak puldi, ba'zida x bosib qoldi, shundan hozircha endi shu. Başta hisob tutsak, men buni bir pul to'lab qo'ydim kelsa, andan keyin bu rasmiy sınaqdan o'tgandan keyin andan keyin men sizlarga deyman, mana pul topadi ekan. Mancha oyda chiqdi ekan mablag'. Mana payt manchalik zeyt manchalik deb beraman. Endi shu buni ismi hotspot miner, ya'ni bizning asli zavodning ismi ba'ligi aslidagi bu zavoddan chiqqan ismi Deeper Network HNT Miner debdi. Buningki bu mashaq pul topadi ekan. Aniq emas ekan, o'xshamaydi ekan, shaharlarni o'xshamaydi ekan. Biroq endi buni zodi bu zodi qandoq narsa? Bu zodi qandoq pul topadi? Nima uchun bundoq pul topadi deganda men sizga hozir tushunib qo'yay. Bu zodi qandoq narsa deganda, bu mandoq narsa. Bu zodi nima HNT hotspot miner degan nima deganda, bu mandoq narsa. Mana buning shu hotspot miner degani biz ba'zi helium deydi bular. Helium network miner deydi. Buni torbida kirsanglar bor, men bu satrib buni o'lishni chaplab qo'yay. Ya'ni bu shunday narsa. Bu masalan men tug'ay ya'niki hozir Xitoy turadi bu yerda. Bu Amerikada Xitoy, Amerika. Men tug'an shaharda Houston.
İşte mayağı deymi. Şu üstünde ya şu. Mana bir şehirde işte bekçik nes var. Her bir adam üy alıdı birinin. Üy epla. Başında bütün böyle her bir şahsı özüge birini bunu uğraştırgandan keyin her bir şahsının uyda birden buldu. Bunu şunu özara bula tutaştırdı. Özara tutaştırıp ahırda bu bütün bir şehirni kaplaydı bu. Bununki bu ne biçim bu tepişnin bununki İngilizce ismi diyende proof of coverage deydi. Proof of coverage deyini. Proof deyini İngilizce ispatlaş deyini. Coverage deyini kaplaş degan gap. Şehirni qaplab turib kan qazdigan narsa, shifrliq tangining qazdigan narsa degan gap endi İngilizce ismi. Proof of cover. Bitcoin'ni bu proof of work deymiz. Proof degani bu ispatlash work deymiz. Ash asablarni elib, haqiqiy shu hisoblab, shu 24 soat uni work deymiz. Ishlash degan gap, ishlash xizmat qilish degan gap. Xizmat qilish degan gap, ishlash xizmat qilish degan gap. Proof of work deydi. Endi buni maxsus asabda birini elib, shu 24 soat shu formulasining murakkab formulasini hisoblab, bu topadigan proof of work deydi. Ma'ni proof of coverage. Bu degimiz mana shu qaplash orqali sizlarga shifrliq tangini qazdi. Yani birisi var proof of stake deb. Proof of stake degani boshqa men keyin tushuntirman uni markab. Bushda shu coverage bütün shaharni qaplash orqali bu kan qazdi. Bu nima uchun bu shaharni qaplash orqali kan qazdi deganda, masalan, endi bir bütün shaharni qaplagandan keyin bu internet bütün shaharni qaplaydi. Har birisining har bir og'alarning hammasini o'zi tutishdi, o'zi tutashtirib, oxirida bir shaharni qaplab bo'lgandan keyin bu datani, ya'ni bu sonliq ma'lumotni cho'ng shirkatlarga sotadi. Masalan, Tesla sotadi. Masalan, Tesla'ningki bir hozir bularning yangi mashina hesab chiqdi-ku, o'zi kompyuter avtomatik o'zi yo'lda haydab mangdigan odam bo'lmasa-mu, mashina o'zi haydab mangdigan avtomatik. Odam yo'q, mashina o'zi mangdigan. Buni qanday qildi deganda, bu nima uchun bunaqa deganda, masalan, hozir mashina o'zi yo'lda mangsa, bu hozir GPS bilan, masalan, GPS bilan har sekund bilan GPS bilan uloqliq, GPS bilan mashinaning o'zining o'rnini belgilab turib, yo'l, masalan, yo'lni qadamlash yo'lini shu kompyuter kirgizib qo'ysa, mashina GPS bilan mangdi. Biroq chatag'iri GPS-niki xatolik farqi menimcha 3 metrga deyman. Undan kichikmi yo yuqorimi, 3 metrmi, 5 metrmi qilib. 3 metrga deyman atrofida. Meni paraz endi bu. Bundan maqsad niqbaqmadim. Maqsad bu yoqdan tushuntirib qo'yish qanday? Masalan, bu mashina yo'lni qo'yib olsa, odam yo'q, shu kompyuter o'zi qo'yib olsa, bu 3 metr farq bo'lsa degan gap, atrofida 3 metr mashina bo'lib qoldi, so'qdi degan gap. Chunki xatolik farqi 3 metr. 3 metr atrofidagini o'lchamaydigan gap. 3 metr ichidagini o'lchamaydigan gap. Mashina yanada 3 metr atrofida mashina bo'lsa, so'qdi degan gap. Biroq ma'vo proof of work degani bu har 100 metrda birdan antennasi bor. Ulab turgandan keyin, ya'ni o'zlaringiz ko'rsanglar, buni har birisining bizning antennasi bor mana. Buni ko'rsanglar bizlar. Bunda antennasi bor. Ba'zilarning kichik antennasi bor. Mana ko'rsalar, kichik antennasi bor mana ba'zilarning. Cho'ng antenna yaxshi chiqdi o'xshaydi. Shundoq antennasi bilan ulag'andan keyin buniki har 200 birdan bo'lgandan keyin buniki xatolik farqi butun shaharni qaplagandan keyin xatolik farqi tuvan bo'lishi mumkin. Ya 10 sant, 20 sant atrofida bo'lishi mumkin. Mening kasbim yo'l ko'rik loyilash, temir yo'l. Bizni o'lchadigan asabniki shundoq shu antennasi bor, GPS bilan o'lchaymiz. U qimmat, u necha yuz ming dollarlik birisi. O mashinadagi 100 dollarlik GPS emas, necha yuz ming dollarlik. Uni o'lchsak, shu satellite shuni ham bilan o'lchaymiz. Buning xatolik farqi 3 sant bo'ldi endi. 3 sant bilan chiqdi xatolik farqi. Ma'niki ben 10 sant 20 sant bo'lishi mumkin. Buni ham da shu Tesla shirkati sotib olsa, xatolik farqi 10 sant 20 sant bo'lsa, mashinani yo'lga qo'yib olsa, mashinaniki yo'ldagi shu yo'lnishni sizig'ini sizib, kompyuter solib olsa, yo'lda mashina kompyuteri o'zi menga berdi. Xatolik farqi 20 sant degan gap, masalan, atrofida 20 santni yaqinli mashina bo'lsa so'qidi, 20 sant yuqori mashina bo'lsa so'qmaydi. Chunki bu xatolik farqi 20 sant degan gap. Buni keyincha yeziliklar mashinalarishtirish shirkatlar ishlatadi. Masalan, yezilik mashina saymalari bo'lsa, ashno kompyuterga kirgizib bersa, motor ulab qo'ysa, xatolik farqi 20 sant bo'lgandan keyin 20 santning ichida ziroatlarni terib, kesib, to'g'rab degandek nima qiladi. Buni yezilik iglikkim ishlatadi. Anadan keyin men tezlab mana vaqtni tejayman deb tezlab ketib boraman. Agarda tushunmay qolsanglar, ostaroq qo'yib davranjimi? Ana davranjimi? Shundaq yezilik ham ishlatadi.
Bununki ishlash doirasi ko'p. Keyin endi bu qandoq pul topadi deganda, buni shu Helium Hotspot Miner degan shirkat pul data sonliq ma'lumotni shu shirkatlarga sotadi. Bu shirkatlarga pulni beradi. Bu bergan pulni sizlarga qaytarib beradi. Biz buni Hotspot Miner shifrlik tanga qizish deymiz endi. Mana buning asosliq shu roli shu. Endi ikkinchi masala bu zodi necha pul topadi deganda, ben birisi mayada so'zlabdi ben deganda sizlar bu bir oyda $333 topdim deb. Endi buniga bak ishonganim bo'lmaydi, ishonmay qolganim bo'lmaydi. Endi bu $300 meni tap qolgan bo'lishi mumkin. Chunki bu bayqa o'zi degandek antennani egiz qilib, signalni yaxshi qilib qilsa $300 tepishi mumkin. Mana hozirgi bu Helium Hotspot Miner'niki buniki qaysi tangini qazdi deganda, bu tangining ismi Helium. Ma ismi HNT. Bu tangining bahası necha pul deganlarni bilamiz deganda, bayani oyadam chiqib qo'yibdi. Bugungi baho necha deganda, masalan, bugungi bahosi mana chiqay. Bugungi bahosi necha deganda, cryptocurrency coinmarket.com zalna bütün tangining hammasining nimasi bor, bahosi topib bo'ldi. Bugungi bahosi necha deganda, ya'ni HNT ni basana qisqa atlashini. Helium degan shu. Mana basana bugungi bahosi 25 ga 2.3 ga jiq farqi ekan. Ana shu pulga 25 ga 62 pul, 33 pul tushdi. Shu mashina shu tordan bilaysizlar, har qanday nimaning bahosini mana motor kirsanglar coinmarket.com degan kirsanglar. Bilaysizlar, masalan Bitcoin'ga kirsak, Bitcoin'ning bugungi bahosi necha pulki? 39 ming ketdi. Shu kun birini 34 mingdi. Mishdoq ashar qaysi nimaga har qanday tanginiki, shifrlik tanginiki bahosini bilaysizlar. Yana bir gapimizga kelsak, ajda bir oyda bu $300 debdi. Biroq buni yana boshqa amallar bormi, zodi necha pul topganini bilgili bo'lamdi deganda, yana bir amal shu. Birini elib, masalan men oldim birini elib, uyingizga qochlab, shu amidi mağdırıp qo'ygandan keyin 24 soat mağdırgandan keyin chiqadi. Zodi bir kun necha pul topganini. Men buni pul to'lab qo'ydim. Men buni pul kelgandan keyin, shu ma'gandan keyin, shu bir kundan keyin ma'gandan keyin masala xabar qilman, men mana pul topdi ekan deb isbotlab shunaqda o'tgandan keyin andan keyin buni bilmasak, bu boshqalarning gapiga qarab, bu zodi bir narsa bo'lmaydi bu. Bu qanchalik bu necha %% rasmiy yolg'on bu ishni bo'lmaydi. Endi yana bir üçüncü amal nima? Birinci amal mesela tordan uyaylarni ko'ryapmiz. İkinci amal o'zingiz pulni to'lab buni olgandan keyin aniki bilasiz necha pul topganligini. Üçüncü amal nima bu deganda, üçüncü amal endi maya bir to'g'ri kirsangiz, bu yoq to'g'ri shu mana masalan, qaymoq to'g'ri kirsangiz, mana shu yerda buni topib bo'ldi. Masalan, mening uyimning atrofida men birini olsam, mening uyimning atrofida necha pul topganligini bilish uchun, masalan, mening uyimning adresini kirsam, menga 6414 Whitburn Drive deymiz. Mening adresimni Whitburn. Mening uyning adresi Whitburn. Biz depray. Bu meniki. Ki Amerika kelib qolsanglar, masalan, bu shaklinglar, masalan, obdan kutaman. Bu shakl sang bo'ldi. Amana Whitburn Drive, Houston, Texas. Mening uyim jiqgan va mening uyim atrofida bu narsalar butunlay qoplab bo'libdi-ku. Bu mening uyim atrofini. Mening atrofda ikkisi bo'lgan nima-da? Bu men birini olsam, men bundoq chiqib topolmaydi o'xshayman juma. Bu Alloh bilan yaqin bo'lib kelsa bo'lmaydi. Chiqib topolmaydi. Jiroq bo'lib kelsa ham bo'lmaydi. Signal yaxshi emas, yaxshimaydi. Buni o'sha masalan, mening uyim mayada. Ikkisi bor ekan. Birisining ismi Tart Berry deydi. Bu necha pul topibdi deganda, buni qarasanglar, men yerda chiqdi 30 kundan bosanglar, orange $20 tepdi. Bir oyda $300 tepdi ekan, $20 tepdi. Yana birisi, yana bir qo'shnimiz bu necha pul topgandi? Qo'shnimiz $42 tepibdi. Qo'shnimiz jiqiya ulabdi. Buni qaraganda 3-4 ni o'xshaydi. Qo'shnimiz hech nima ulamabdi. Bu necha pul topgandi bu? $200 tepdi bu.
Bu aşındaq bu oxşamaydı ki bu şu qaraganda buna şu qancha chep ulasa şu jiq ulashaydi. Buni oldimay o'tirib buna şu tadqiq qilib zodi nerda qanday ulashni. Jiq bo'sh uzana jiqni ilib shu har bir 1 kilometr 5 kilometr birdan qo'yib olsanglar. Texim jiq ulasang yaxshi ulashaydi. $200 tepibdi, $209 tepibdi. Birisi jap chiqib farq qilganda bir uyning farqi bak bo'lsa 500 metr kida. Mavr $40 tepibdi, $200 tepibdi. Masalan $200 topdi degan gap bu. $209 bo'lsa, buniki bahasi necha ketdi? 299 dollar bo'lsa, $299 bo'lsa, shu bir yarim oydimi? Bir yarim oyda tepildi degan gap. Shu ashundoq o'xshamaydi ekan bu. Endi buni silniki masalan bizning hozir bizning torda Turkiyada qarindoshlar ko'proq. Turkiya necha pul topadi deganda Turkiya berib qo'yganda Turkiyaga boraydi. Ashundoq mana $40 topsa, $40 topsa, masalan 6 oy degan gap. Masalan $200 topsa, 299 ni 200 bo'lsak. Ana 299 ni bilamiz 200. Bir yarim oyda bilan shu bir yarim oyda. Turkiyaga boraylar. Turkiya nima ketdi? Turkiyada Los Angeles'ta bu yerda necha to'xtash mumkin Tayvanda, Xitoydan baki, Xitoydan jiqgan. Xitoydan Urumchida bakna, oh my gosh. Shu asosda shu aramda bo'lgan Xitoylar qildi, buni men Urumchidan bakkan. Masalan, Urumchidagi mag'ina nima topadigan nima qarab baqsaq, bu ham xil. Shu aramda bo'lgan mana Xitoylar qildi, Uyg'urlarga mumkin emas qilmaydi bu. Ma Xitoydan nima topdi deganda, Shinshichi. Ma Xitoy $132 tepdi Xitoy. $132 tepdi. Maguchi, ama ikkisi bor ekan. Xitoy 30'da ish topamabdi, ishim o'lyapti makalogi. Manda ikkisi borchi, ikkisi borsi. Ma 5 nima qilib qo'ydi. $140 tepdi ama o. Lizard, Tapir, qalan ismini qo'yib bo'lganlar. Tepe yurtda $100 tepdi. İstanbul boraylar, bizning hozir Uyg'urcha gap bor mana. Odun rayoni. Nutunxar rayonimi? Tordul Hapa rayoni. Totunxaba rayoni deb qo'yibdi Uyg'urcha. Bu shahar rayoni, yangi shahar rayoni ekan bu. Turkiyaga boraylar, Turkiya hozir biz bilan boramaymiz, baribir Arabda bu Xitoylar. Bizni evaldi u. Qo'ljining bor ekan, qo'ljida og'inimiz nechta topganda. Og'ini bir Xitoy bo'lganda, bu Xitoy bu og'inimizni men. Menga qarab qo'yaylik, men 3 bor ekan, menga qaraylik. Buni taqvat ko'chmamdi, taqvat bitim mana. Buni og'iz boshlaydi, menga qaraylik. Bu to'rbak asta shuni sal bir ostib qolsa. Oh my gosh, Magu $199 deb $200 deb Magu bir oy $200 deb qolmasa, emas debdi. Magu jiq ulabdi. Qaraganda buni jiqini jiqiyaga taqtbas bo'lashaydi. Og'in balaning uylariga, tuqqalarning uyiga degandek. Bu Amerikada qanday storage deydi, o'ziniki uydagi islam qo'ymagan narsani qo'ydigan bir ig'izlik uylar bor. Buni oyligini $80 og'il bo'ldi. Storage qo'ymas bo'lashaydi bir ig'izlik uyga. Türkiye, İstanbul, İstanbul deymi. Mana İstanbul'dan ko'rsak, mana Maya qarab qo'ydi, bu nechta topganda Mayada. Bu Türk qarindoshimiz. Bu masira chiqadi qaraganda davomli topamoqchiman-da bu.
Çok tapamağa şeydi ma. Bir 92 dolar tepti ma bir ayda. 30 gün ma 30 günde 90 dolar 41 14 day ma day degimi days Uygurca. Hatta İngilizce day diyeni Uygurca gün dedim. 14 gün degen. 14 days 40 tepti 7 günde 19 dolar tepti. 24 saatte bir günde 3 dolar tepti. Şundan neç dolar ketdi bu? 92 dolar tepti. Ma deniz boyida 2000 aldı yaxşırak da 2000 aldı signal yaxşı çıkdı. Deniz boyida öyle şu. Deniz boyida Türkiye berip baxmada deniz boyida 2000 aldı bağı dema deniz binanı. 2000 bolsa bunun yaxşırak bulatdı. Signal çıkarttı. Ma biçare için tapamaş 11 dolar tepti o ma biçare kimden. 11 dolar tap ziyan boptu da o. 11 dolar tapsız bir yıldan pay çıkmaz bundan. Ma bu serhinaş turda qarana uzaq mandırma aşaydı mı? 20 saat mandırma aşaydı. Ma 100 dolar tepti o bir ayda. Çıkaçındaq Türkiye'de. Mesela tapıdı ki başına buna şu başına qarab neç pul tapqan bir oldu. Biroq 300 dolardaydı, bazı 100 dolardaydı, bazı o dolardaydı uqlamaydı endi şu. Endi yazıb meni gepimiz kelsak bu yerda. Men bu sizlarga faqatla shu nimani men bu yerda faqat sizlar uchur bilan ta'minlayman. Men hargizmi sizlarga tavsiya qilmayman. Chunki bu tavsiya qilsam buni maqsadliqidek shu bankniki liqidek ixtisoslik odamlar bor. Bular mandaq proyektga pul liqidek toplash pul berishlar aniki bundaq pay tapıda bu aş bankadaki maqsad kinchkisi odamning ishi. Ben bu yerga hargizmi sizlarga buni tavsiya qilmayman. O'zinglar ahvolini qarab Üzerine ben de maxsus yer tekşürüp, başka tordan üzerine aktarıp, üzerine aldırmayı bu tekşürüp, taşırını obdan işlep, geç o anda. Obdan aktarıp, andaki üzerine karar kılınacağım. Bu mesela bu kanun sık buldu. Ben bir yerde sizlerle anı tavsiye kılsam, bu ben kanun cihetten takşıp kılına çıkıyordu. Şuna şu YouTube'da sözgelerine hemisi al bilen, bu sözleri deydi. I'm not your advisor, please do your own research. O bu dep emsizleydi. Çünkü demek şunu buna berip koysa hakikaten erip ziyan tassa andaki bunu kort sotku so'rab chiqsa bu qonun jihatini tashlab biz berib qoladi. Shuning uchun buni amadan deydi. Men shuni endi ta'kidlab qo'yish to'g'ri kelib qoldi. Bu faqatla sizlar bergan bir uchur. Uyg'ur qarindoshlar endi zamonning oqsqamasin, pul tepishning mandaq amallari bor va yangi tariqatni foydalab mandaq pul topqilib bo'ladi. Buning ziyni bor, foydasi bor, mandaq deb men shu uchurni berman. Shu o'zinglar erish ammasini o'zinglar bektinglar bilamda. Endi bu shu. Endi men keyincha tor bektim sizlarga va tor betini sizlarga yo'lab qo'yaman. Bu antinaqs yaxshiroq bo'ladi ekan. Ani o'zinglar shu o'zingning uyining adresini kirgizib, shuni atrofini qo'shnilarni nech pul topdi, shuni bilasizlar. Shu shunda bo'lganda gap asosan mishada tugidi. Buning asosiy rolini nimaga bilib bo'ldik. Anaki bu nech pul topdiganini bilib bo'ldik. Ondan keyin yana deydigan endi qanday gaplar qoldi. Buniki aras. Maya kelsak buning yana bir deydigan yana bir gap bor ekan mayada. Buning yana bir xili bor ekan. Buni oladi ekansizlar. Deep network nerede qoldi bu? Buning yana bir xili bor ekan, mini. Bu 349 dollar ekan. Bu nima ish qildi desanglar? Bu products. Mini bu nima ish qildi desanglar? Buning asosli roli bunday chiqadi. Allah, bu yaxshi tushunmayapti. Bu nima tushungan bo'lmaydi buni? Features. Pico. Ya bunun asas rol desang nima desanglar, bu endi ondek liqidek hotspot mayning qilmaydi ekan, mini. Biroq buning yo'li DPN ekan. DPN deymiz.
VPN'ni bilsizlar, VPN'imiz masalan Xitoyda bu hozir fanchan chiqib ketdi, VPN'lar Xitoylarniki odamlari Xitoyning to'g'ri kirmay, VPN orqali bir mashdan narsani bir setib, Amerikadaniki yo Turkiyaniki bir to'g'ri kirib, shu yerdan andan to'g'ri kirdi, unda bo'lgandan keyin Xitoyning o'zini kirmagandiki bular bilmaydi. Ma DPN degani ana bu texmi, VPN deb texmi yomon bu. Bu DPN degani bu decentralized VPN. Decentralized'ning uyg'urcha ma'nosi markazlashtirmak. Centralized'ning ma'nosi markazlashtirish. Har qanday narsa bir shirkatga yo bir davlatga taab qildi. Ma decentralized degani bu hech qanday shirkatga, hech qanday davlatga taab emas. Xalq taab. Decentralized bu narsa decentralized, ya'ni bu DPN ekan. Bununda masalan 50 mingdan ortiq ashta narsalar bor ekan. Node deymiz, bir nodening o'zida 10 ming ashta hotspot miner bor. Bunun shunda bor necha yuz ming, necha million odam buni ulangan ekan. Buni intine bo'laqidek naytib buni hech qanday hacker, hech qanday odam topolmaydi. Davlat meni CIA mo topolmaydi buni. Chunki bu butun xalq tava har bir odam shuni ulag'andan keyin, masalan birsiniki, masalan men biridan mishni hammasini ichida mishni bor meniki 500 ming, 50 ming ichida, har birisining ichida 1-200 ming bor. Shundan 1-2 million bor. Men shuncha kirman. Hammasi o'zi ulag'liq. Bu bir hukumat emas, shirkat emas, bargiz milqidagi Wi-Fi shirkati emas. Men shirkatga kirgandan keyin shirkat emas endi. Shu to'rga kirgizibman. Kirgandan keyin bu to'rninki masalan meniki bizdan bir hackerning birisi, meniki to'rni hack qilaman desa, cho'qib shu bu hammasi open source deydi. Buni night bu programma shu open source xalqlarga hammasiga o'tirib o'qib bitgan bolalar bo'lsa, bu kompyuterniki shu kodni programmani o'zi yozalaydi, o'zgartiradi. Har qanday odam hacker emas. Odatdagi o'tirib kompyuterni uylangan, o'tirib bitgan bolalar bo'lsa, sizning kompyuteringizga hack qiladi. Bu open source. Buning hech qanday pasporti yo'q. Hammadan shuni open source. Open deganda xalqqa ichib buning bu kodni, programmasini bizning oyda o'qigan bolalar bizdan programmani ichib atgan. Har qanday odamlar ko'chiriblar shu ishlatiladi. Biroq bu Bitcoin mas spirli tanganing bir alayligi nima desanglar? Bu mishni kirgandan keyin bu 500 ming, 1 million odam bor. Hamda buni garchi bu open source bo'lsa-mu, open code bo'lsa-mu, Tulg'otining bolalari buni ishga kira olsa-mu, biroq bu 1-2 ming odamning bo'lganligi ichida mening ichga kirman desa, cho'qim 1-2 ming odamning hammasiniki yes degan ma'qulligini olish kerak. Bu hackerda mening ichga kira olsa-mu, shu mening ichga kirgan shu nodening ichidagi blockchain deydi, inglizcha, uyg'urcha nima deydiki, blockchain. Xitoycha chukalyan deydi, chukalyan. Bir blokninki bir oyning ichiga kirish uchun cho'qim bir oyindagi 1-2 ming odamniki hammasiniki bir to'g'ri hammasi bir uloqliq, bir oy uloqliq. 1-2 ming odamning hammasiniki yes yoki ma'qul degan ma'qulligini elish kerak. Bo'lmasa kirmaydi. U 1-2 ming odamning ma'qulligini elish uchun kompaniyaning 10 yil ketadi. CIA mo elish uchun kompaniyaning 10 yil ketadi. Birisi yoqtab qolsa qattiq kirmaydi. Shunga shu shpirtdangining bir eng haliqidek secure maxfiy yeri, garchi bu open source bo'lgan bilan, xalq tava bo'lgan bilan, hammadan buni kiralgan bilan, biroq buni xalqning ma'qulligini ilib mumkin emas, kirmaydi buni. Necha million odamning ma'qulligini elish uchun kompaniyaning 10 yil, 20 yil ya bir umr ketadi, 100 yil ketadi buni. Shunga bu intayin bu maxfiy bu. Shunga siz masalan sizniki shpirliq tanginiki portmalniki maxfiy nomerini unutib qolsangiz mumkin emas, menga olmaysiz. Mayli $1 bo'lsin yoki $1 million bo'lsin, $100 ming bo'lsin, mumkin emas topolmaysiz. Hech qanday shirkatmi buni siz topolmaydi. CIA mi sizni tepramaydi buni. Shunga intayin secure. Demak, bu decentralized bo'lgandiki, buni hech qanday hacker haqlamaydi degan gap. DPN. Ikkinchisi low cost. Bu azan endi. Siz masalan VPN qilish uchun, masalan siz fanchan qilish uchun siz kompaniyaga oyda $30 to'laysiz, biroq bu undan emas. Birini app qo'ysiz, bir umr yetadi degan gap. Ondan keyin stable. Bu deganimiz, bu stable degan nihoyatda turaqliq degan gap, uyg'urcha turaqliq. Ya'ni bu siz atrofingizga butun odamlarning hammasi uloqliq bo'lgandan keyin, bir signal yaxshi bo'lmasa, yana bir signal yaxshi degan gap. 500 ming, 400 ming odamlarning uloqliq bo'lgandan keyin bu signal yaxshi, turaqliq degan gap endi. Intelligent deganimiz aqlli degan gap.
Aşu, bunu birisini alsanız 300 dolardan alsanız, bu aşındaq, bununki aşındaq birlikdek rolu var ekan, biroq buningda bayq hotspot miner'dek unda mining qilmaydi ekan. Buning boshqacha bir mining dedim. Mining degan Uyg'urcha qon qizish, qon qizish. Inglizcha buni mining deydi. Uyg'urcha qon qizish deydi. Buningda anda qon qizib bo'lmaydi ekan. Masalan, bayqi arqi narsadek hotspot miner'da qon qizib bo'lmaydi ekan. Bu ma'nosini deb ketadi. Qon qazıl bo'lmaydi ekan. Buni nima qildi desiniz? Buningda endi boshqa bir usul qon qazdi ekan. Buniki bu steak bilan. Steak deganimiz bu uzoq hikoya, buni endi keyin so'zlaymi? O'zini cho'p ketdi. So'zlab qo'y, qanchalik vaqtga so'zlab beray, ha. Buni staking deydi. Buni elib, shu uylik Wi-Fi ulaydi ekansiz, Wi-Fi to'g'rilab qo'ydi ekansiz. Wi-Fi to'g'rilab qo'ygandan keyin buni shu staking qilgansiz. Masalan, buni shu to'g'ri ulab bo'lgandan keyin mana staking degimiz, masalan, siz bir DPR degan shu bayqi nimniki gap chiqdi. Rash to'g'ri, bayqiniki helium bilan masalan bayqini asabni olsangiz, bu kunda buningki qazilgan tanganing ismi helium. Ya'ni qismi HNT. Yani bu 25 dolarga bir oziq bahsi. Bu qazilgan tanganing ismi HNT. Biroq yana birisini olsangiz, uning qazilganning ismi DPR. DPR'ning bahsi nech pul deganda Bitcoin price. Deeper mining deganiki DPR ama Deeper network deganiki. Bunun buyanki bahsi 0.094. Yana birisini olsangiz, bu siz DPR qazdı ekansiz, bu DPR qazish uchun bu buniki qon qazishning yana bir boshqa usuli. Bitcoin'nikini proof of work dedik. Proof of work. Bayaqisini proof of coverage dedik. Mavi endi proof of stake. Stake degani Uyg'urcha stake degani nima deymiz? Stake degani turun. Stake degani Uyg'urcha nima degan bo'ladi? Kechiringlar qarindoshlar, men hozir bu Xitoyning virus yuqib tutush qobiliyatim yo'qni qilyapti. Stake. Pay cheki. Staking. Ya, pay cheki emas bu. Staking rewards. Mukofotlash, ya, mukofot etsakmi bo'lmaydi. Buni boshqa bu mohiyatini bilish kerak, mohiyatini staking out. Come on. Stake. Pay cheki, ya, pay cheki emas. Staking. Stake degani masalan birsiga mana ustiga qo'yishdan gap. Birisini ustiga mana qo'yib ustiga chaplashmi deymiz. Ashunday bir ozroq ancha tushunildi. Hozircha aslida tushuntirildi. Endi hozir men tushuntirib qo'yay. Staking degani mana narsa endi bu. Staking demoqchi bo'lganda masalan 100 ming DPR'ni olsanlar, biz DPR'niki bir tanganing puli necha dedi? 0.19 dedimi? 0.99 tanga bir bundan 100 mingni olsanlar. 1 2 3 $9,400 olgansizlar. Bayaq shunda dollar sotishdan boshqa yana 9,400 pul tortib qachsang, uni azan qilsang bo'ldi ekan, azan qilsang bundan qilsang bo'ldi ekan. Biroq endi men eng yuqori so'zlab beray. 5,000 olsang bo'ldi ekan.
Yani 9.000 dolar төлesаңlar, мәсәлән, endi may hisoplash bir kunda, bir kunda 24 dolar topadi ekansizlar. Bir oyda 789 dolar topadi ekansizlar. Bir oydami? Bir yilda 9.000 dolar topadi ekansizlar. 9.000 dolarni o'zini qo'ysanglar, bir yilda 9.000 dolar topadi ekansizlar. Biroq, staking ma'nosi mashina elib sizlar 9.000 bayqa 9.400 dolarmi? 9.400 dolardan xərcləb, 100.000 DPR tangini alısılan, elib, aşağı quyubusılan, bularını aşağı klub səbistə, lakin deyil, İngiliz lakin Uyğurca klub səbistə deyimiz, düşünəmə qaldım mən. Ben düşünəmə qaldım, doğru düşündürünlər. Mesela yani şu 9.900 dolarına 100.000'ni et, mesela quyub etisilan, bunu militamayısılan. Bankaga mesela 9 aylık quyub, banka qoyğanda, bankadan o pulunu militamayısılan. 9 aylık quyub etisilan, aşağıda turdu, 9.400 dolar aşağıda turdu. Bunun paydası 9.000 dolar çıkı degan bir yildi. 9.000 dolar çıkdı. Sizin ağa qoşqan 9.400 dolar bilan şunda vanda 18.400 dolar bilan aşağıda buldu. Bunu staking deymiz. Bunu azı bu staking azı bekçi gibi ketdi azı. Bekçi burunqi hazırqi məxxəxlər az andaq bizdək əsaslarını ep kan qazmay mandaq staking bilan kan qazıldı. Bu stakingni endi Uyg'urchada bir boshqacha bir usul tushuntirganda sunniy kan qazish. Asabni olmay mablag' silib, biroq mablag'ni asbab qilsamay, shu qaysi tangini qazmansanglar, shu tangini setib olib, jiqra setib olib, shu tangini asla go'ro qo'shdan, ism keldi. Buni stakingni Uyg'urcha biz go'ro qo'sh deymiz, go'roga. Shu go'roga qo'shdan. Aşda 9 aylık, 3 aylık, 6 aylık görev koyup sizden görevgen. Ben kinde prey mesela Dogecoin'daydı, Elon Musk'ın çıkan Dogecoin'daydı, Bitcoin'den emesen, Ethereum'daydı, Brahmin'da coinlama bunu, aşı bunuğa meblağ salsılan, bırak esvab qanday meblağ sanmay, aşı tangının özüge meblağ salıp, aşı damı kan qazıdı. Bunu biz proof of stake deymiz. Şu aşına birisi emdi. Aşda görev koyup kan qazıqalan ba. Bırak bunun načar yeri var, dikkat qılınca, ben bu aldamçılar asla alıp gitsinler bunu, ben çalıp canım qoyayım. Şundan qilib, bunu görev qo'yishlan 9.400 dolar xərcləb, bunu azan asan buldu, mana hozir labal bakkan 7, 6, 5, 5 mingni asan buldu ekan, men bo'lganda necha bo'ldi? Mening asan jiq emas, bu aran 1 dolar topilganda bir kunda. Men asanlar bir kunda bir. Masalan, 10 mingni asanlar 0.094 ni ko'paytimiz 10 ming 4 940 dolar төлesаңlar 10 ming alaydı ekansizlar. Ikkinchi darajada o'tgansizlar o'chadi. 10 ming olgandan bir kunda 120 dolar topadi ekan, bir yilda 440 dolar topadi ekan. Sizlar xərclagan pulinglar 940 dolar ekan, biroq bir yilda 440 dolar topadi ekansizlar, oyda 30 dolar topadi ekansizlar. 440 dolar qo'shimiz, o'zingizning pulma o'zingizdan qoladi. Va 940 dolar bir go'ro qo'yib atinglar, buni 9 oydagi ola olasizlar. 9 oylik go'ro qo'yibsizlar buni. Buni bir tamaysizlar, aşağı turdi. Bir tamaysizlar. 940 qo'shilgan ma'nolar ajnaq pul topadi ekansizlar. An buni bizda hozir eng yuqori tepasida manchilik pul ekan. Buni biz ajnaq go'ro qo'yib kan qazimiz deymiz. Buning bir chatahir nima desanglar? Masalan, 9 oy qo'yishlar, 9 oydan keyin masalan chip kesishchu, chipga yo'q kesishchu. Yo'q degan gap chatahir. Tushundingmi? Buni aldarib qilsamanglar. Buni aldamchilar bekchiq. Buni stakingda, buni hozir bu stakingda buni hozir ben buna keyin tushunib qo'yay. Bu stakingda buning foydasi qaranglar. Dahshatchi, hatto 6% foyda olgan bormi? Bir yilda 6% foyda olgan bor. Biroq chatta xiri, masalan bir 1000 dollar xərclasanglar, masalan hozir Bitcoin hisob olaylik, Bitcoinni masalan. Bitcoin necha ketdi? Ay, vaqt uzarib ketdi vaqtda. Vaqt uzarib ketsa, vaqt bizani Bitcoin anlasizlar, ma'nomda tushuntirmay bo'lmaydigan amal chiqib qoldi, tushuntirsak bo'lmaydigan chiqib qoldi. Bitcoin. Yaxshidir, biz ham ichkiga bilib qilaman buni, ichkiga bilib. 3000 hozir Bitcoin 3900 masalan deyli, 3900 dollar bo'ldi deyli, 3900. Bitcoinda qilmaydi-mi? Staking qilmaydi. Diqqat qiling. Balla staking qilmaydigan birini olaychi bo'ldi, Dogecoin. Dogecoin. Elon Musk'niki Dogecoin deyli.
Dogecoin hozir bahsi 13 tanga deylik, mesela 13 tanga. 0.3 tanga. Bunu mesela 1000 ni aldım deylik. 1000 ni elib 1 yillik o'rab qo'ysak, 1 yilda $130 xarjlasanglar, masalan, $130 xarjlasanglar, $130 dollarni 1 yillik go'rab qo'yasanglar, buningki foydasi ba'zilarniki men tunyoga birisining ko'rdam 6% foyda chiqadi ekan. Buni ko'paytimiz 6% emas, 6 ko'paytamdik. 130 ni ko'paytsak 1 yilda 1 yillik go'rab qo'yasanglar, $130 dollar pulinglar ning foydasi juma üzəməz. Foydası $780 dollar bo'ldi ekan. $780 bo'ldi ekan. Qo'shimiz $130. Shunda bo'lganda jami 1 yildan keyin sizning pulinglar $910 bo'ldi. Biroq ma Bitcoin agarda 1 yildan keyin tushib ketsa, 0.001 qolsa, masalan, 1 yildan keyin 0.001 bo'lib qolsa, bu ko'paytmay nechta bo'lgan to'q. $9 jami topgan $940 94 bo'lib qoldi degan gap. Chunki 1 yildan keyin barib hisoblaydi pulni-chi. 1 yildan keyin shu hozirgi bugungi bahos hisoblaydi. Azlar 0.01 chiqib qolsa, 90 aran shu garchi sizlar 600% topib degan bilan oxirida shu 600% ni qo'shib, hatto sizning o'zingizning ashulqi mablag' qo'shganda jami aran 94 tanga 94 tiyin hisob qilgan gap. Shunga bu staking diqqat qilinglar. Agarda rasmiy ustidan ishonch qila olsanglar, rasmiy shu stable night haqiqiy night muqim qilgan coin bo'lsa staking qilinglar. Staking bilan kan qazinglar. Bo'lmasa amallashtirishda asabni olgan yaxshi. Shu bugun bak uzrab ketdi, hikoya bak uzoqlashib ketdi. Kechiringlar. Bak uzoqlashayotgan bo'lsam. Tushunmasanlar, savol so'rasang bo'ldimi? Boshqa gapni men ba'zi gaplarni demoqchi, men unutib qoldim. Men qanday nima gaplar bor deb unutib qoldim. Ma'no staking qilganim bor, uni oldiganim bor. Aris buni oldiganmadni nima deb deganda, oldiganni men keyin men deb qo'yman. Ondan keyin yana birisi agar meni olaman sanlar, men olganim 2 ni oldim men. 2 ni avatdim men. Sizlarga ham bir sinaq qilay debchi. Ma'nimi oldim, onimi oldim, 2 ni qo'shib, jam shuna bo'lganda $600 xarjladim men. $600 qo'shildim. Men kelgandan keyin sizlarga xabar qilaman, bir kun mach topadi ekan deb. Ondan keyin agarda oldirib kelsanglar, bo'ldi. Uqmayman, bir oyda kelamdi, 5 oyda kelam uqmayman. Qachon siz mol bochaqda keldimdi bu taxiri. Kelsa men kelganmas xabar qilmam, shu joyda ahvol qarab, ondan keyin oson bo'ldi. Yo'q bo'lmasa, bo'ldi, men oldirib ketdim, bo'ldi. Nima kelsam ko'raman deb hozirdan boshlab kelib, hozirdan boshlab buni ishlash pul topqachdan bo'ldi. Ne deyilganda mergiz tavsiya qilmayman. Ziyon bo'lsin, uzandan ahvol uzan egallab, uni ilinjimi, ziyon bo'lsa foydasi uzanga bo'ldi. Shuni diqqat qilinglar. Anadan keyin buningki hozir asosan mol qilmabdi. Bu mol qilganning hozir birisi mavqandan keyin mavq bu VPN ke bu. Buning mayni qilgan bilmayman, buna vaqt chiqib ketdi, buni bu so'zlab bersak. Buningki bayna desak, bunun bormi yo'q, bormi yo'q uqmayman. Man Instagram degimiz mal hozir bor degan gapkan. Man bakkan, mal bakkan, man bakkan. Biroq buningda anda hotspot mayning deb mayning qilmaydi, faqat staking qilg'ildi. Staking diqqat qilinglar. Meningcha tushib ketmasmi uchu? Bu hozir tushib ketmaydi buning bahsi. Hozir 0.90 necha million, 0.1 yilda unda tushib ketmas, chunki buni go'ra qo'yayotgan bo'lgandan keyin, masalan, bayaqi DPR mi? DPR. Masalan, 1 yillik bahsi qarab baqsaq, DPR. Buniki 1 yillik bahsi qarasak, voy, bunaqa bosh o'sganlar bor ekan. Burun 29 ming chiqibdi ekan, 29 ming hozir bu 10 ming chiqib qolibdi. O 5 unda tushib ketsa-mish o'sha 1-2 ming, 5 ming tushib qolishaydi. Ishqilib o'zini ahvol qarab, o'sib qolishi mumkin, tushib qolishi mumkin. Hozir bas bo'lmaydi-mi? Hozir 10 ming bak tunugi bilan 10 ming ekan, hozir 9 ming chiqib qolibdi. Keyin 20 ming chiqibdi ekan, 18 ming chiqibdi ekan. Burun yana bu 26 ming chiqibdi ekan. Shundoq
Endi mashdan göre koyup alsanglar, ana alsanglar bunun kadar buniki mavu pre-order bu tuyapti. Ana alsanglar bakken vaz instak bu bakken mana alsang hazır bakken. Men ikkisini ep koydum qaraganda Allah bu abanasdan namiz boldir avatib keyin kiyavasi melti biroq bugun ham tang avatgan bo'ldi hamdi. Mana asam evlep aның. Buni ish maqsad sizlarga faqat mening bu bunchalar pulni qashlash maqsad sizlarga sınavda öküzüncümü? Ben bu da sizlarga sınav öküzünü qo'ydim. Mening o'zimning boshqa o'zim qilib atqizib maylimlarim bor. O'shuni pul tepadi kunda. Endi shu mana istop bakkan azir az pul ekan, avtiq yo'q ekan, buni keyin oldi ekan. Men endi ikkisini qo'shib oldim, ikkisini biroq qo'shiblar, ma 300 necha koy, 349, ma 299, jami 349. 349 qo'shimiz 299. Men matematikani yaxshi o'rgangan boshlang'ich, menda kapsizda boshlang'ich. Elacha emasdim men. 60 ağa ismini eng yuqorog'idan boshlang'ich, eng yuqori matematik 60 ag'andim men. $640. Şu menda şu amal yo'q, shu kompyuterni hisobman amal yo'q. Shu $648. $648 ikkisini tang etdim, tang ag'an tiqi kelmadi. Kelsa emas depirman. Shu azroq beqidek ma'ni olsa, buning amal link var emasmi? Mahaqlarniki ba'zilarniki shu deganlarning nimasidan olsanglar. Buning azroq bir bas 5% tushunganlari var. Masalan, buniki ma'ni bossanglar, aldavotib ishni bossanglar, buniki 5% 10% tushirib turdi. Bu kupon diskont qilib turdi. Azroq beqidek bas tushirib turdi. Shuni shunaqa bo'lganda men ashunda shu jami shundan olgan. Shu demak, cho'g'ini men boshlang'ich yaxshi o'qimagan. Nayati boshlang'ich matematikada men 60 inib shunda qo'shib ketgan. Shunga men qilgan islim qila olaysizlar. Yolg'iz boshqalar aqlli sizlar men boshqa aqlli odamlar yangi fan texnikani bilalaydi. Aqlli emaslar bilmaydigan gap yo'q. Bu dunyoda hech kim aqlli bo'lmaydi. Faqatlar buni bilgani buni davomli qarab ekanki shuni jiq bilib ketadi. Qaramaganki bilmaydi. O'xshash gap. Shunga sizlar mendan aqlli, chunki men boshlang'ich 6 sinf bo'lgacha matematikadan 60 nib nihoyat o'xshalib ketgan odam. Men undan aqlli emas. Sizlar balki matematikada 60 ni yuqori olgan bo'lishingiz mumkin. Shunga herkes mutlaqadek o'zinglarni mansitmay, o'zinglarga ishinib, o'zinglar ashtaq bir narsaga davomli to'xtamay bir narsaga shu yuqori fan texnik narsa to'xtamay ko'rib olsanglar, ashni izlayversanglar, sizlarni kunlarni birdan boshdan peshvosi bo'lib ketasizlar, peshvosi. Shu ashta gap. Ashta bo'lsin, maqamsa, xo'sh, Allohga omonat. Qolgan gapni men keyin sizlarga beraman, juma. Maqlan, xo'sh, Allohga omonat.